Ertalab onam bilan ancha gaplashib o'tirdim. Deyarli suhbatni eshitmadim. Onamni tomosha qildim. Qarasam, sochlarida bir dona ham qora soch yo'q. Hammasi oqarib ketibdi. Yuzlarida ajin. Onam meni urushlaridan qo'rqib qochib yurardim. Kaltaklaridan qo'rqardim. Hozir meni urishga kuchlari yo'q. Mana onam hech qachon charchamasdilar. Ish qilsalar ham, boshqa qilsalar ham. Mana onam kuchli ayol bo'lganlar. Hozir ozgina ish qilsalar yoki ko'chaga ko'proq chiqib kelsalar, charchab qolyaptilar. Hech qachon onamga bu qadar nazar solmagan ekanman shu kungacha. Men onamni umuman qarimaylar deb o'ylayman. Men onamni hech qachon charchamaylar deb o'ylayman. Aslida o'sha ajinlari, sochdagi oqlari, o'sha bitta to'chiga qarab qolishlari, ba'zida gaplarni o'ylab jumlalarni bir-biriga qo'sha olmay qolishlari, asab tizimlarini yemirilishlari, asli hammasiga biz farzandni sababchimiz, lekin bu qadar e'tibor bermagan ekanman. Onamni qarimaylar deb o'ylayman. O'zi u qadar yoshlari ham uncha katta emas. 60 oshdilar. Lekin juda navqiron edilar. Nima uchun bu videoni olayotganimni ham bilmayman. Balkim shunchaki tarixda qolishini xohladimmi yoki kimdir ko'rsa onasiga ko'proq e'tibor berishini xohladimmi bilmayman. Ona, men sizni yaxshi ko'raman. Sizni ko'p qiynaganman. Aynan siz haqingizda gap kelganda ko'zim yoshi to'xtata olmayman. Hattoki eplab sizni qanaqa yaxshi ko'rishimni ich-ichimdan tushuntirib bera olmayman. Lekin sizni yaxshi ko'raman. Allohim menga qilgan mehnatlaringiz evaziga sizni jannat bilan siylasin.